Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Su va bu videoda biz Robloxdagi Exit 8 o'yinini o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam biz ketdik. Birinchi bo'lib o'zimizga komanda topib olamiz. 2 kishilik komanda bo'lmoqchiman, shuning uchun 2 kishiga kamaytirib olaman. Menimcha hech kim komanda bo'lishini xohlamayapti. Chunki naryoqda o'sha ham ko'p odam turibdi, lekin o'yinga menga qo'shilib kirmayapti. Okey, o'yinga kirib olamiz. Birinchi etapda hech qachon anomaliya bo'lmaydi, chunki bizga yer osti yo'lini aslida haqiqiy ko'rinishi qanaqaligini ko'rsatib beradi. Keyingi etaplarda sekin-sekin anomaliyalar chiqishni boshlaydi. Bizda hozir bu yoqdagi narsalarning joylashuvini, erkakning ko'rinishini, keyin juda ham mayda detallarga ham даже e'tibor berishimiz va eslab qolishimiz kerak. Okey, hamma narsa menimcha joyida. Menimcha anomaliya yo'q bo'lsa kerak. Hamma narsa o'z joyida turibdi. Okey, keyingi etapga o'tamiz. O'sha tugashiga ozgincha qoldi. O'yin tugashiga ozgincha qolganda shu ahvol bo'lib turibdi. Ya'ni men o'lib o'tiribman-ku. Buni ma'nosini bilmadim, shuning uchun tarjima qilib yozib qoldiraman hozir mashina ustiga. Hali qizing zo'r bo'ladi. Shunaqa deb turib o'yinni yana qaytadan boshdan boshlashga qaror qildim. Xuddi o'yinga birinchi kirganimda nima bo'lgan bo'lsa, hozir ikkinchi marta urinishda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Hech kim men bilan qo'shilmadi. Bir o'zim komanda bo'lib o'ynadim baribir. Okey, do'stlar, bu o'yinimizni ham boshlab oldik va nihoyat xuddi o'sha boshda o'ynaganimizdek mamlakat yuribdi hali ham. Okey, keyingi etapga o'tamiz. O'sha birinchi etap. Endi anomaliya bo'lishi ham mumkin. Bu 100% anomaliya edi, shuning uchun tinchlikcha orqaga qayta qoldim. Orqaga qaytib kelganimizdan keyin ekran yana qaytadan oqarib, o'z holiga qaytib qoldi. O'sha ikkinchi etapga yetib keldik.
To'g'risi bundan keyin mana shu o'yinni o'ynagim ham kelmay qoldi. Bir yoqmasdan zerikarli bo'lib qoldi. Nimaga? Уже ikkinchi marta o'ynaganimda ham ikkalasida ham yutqizib qo'ydim. Shunga asabim buzilib, qaytadan o'ynamay qo'ya qoldim. Okey, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Minsu bo'ldi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.